Keling do'stlar, endi JVMning ichiga to'xtalsak. JVM bu Java virtual mashinasi bo'lib, Java kodlarimizni ishga tushirib beradigan kichik bir dasturcha. Ya'ni o'sha kompilatsiya qilingan kodlarimizni ishlatib beradi. Birinchi jarayon bu class loader. Class loader nima ish bajaradi? Ya'ni o'sha kompilatsiya qilingan kodlarimizni JVM ga yuklash ishlari bilan shug'ullanadi. Runtime data array bu Javada xotira maydonlarini yaratadi va xotirani boshqaradi. Ko'pchiligimiz o'ylaymizki, Javada heap va stack xotira maydonlaridan iborat deb o'ylaymiz. Yo'q, aslida JVM 5 ta xotira maydonini yaratadi. Bular haqida alohida videoyimizda suhbatlashamiz. Executing engine bu Javada kompilatsiya qilingan kodlarimizni ishlatib beradi. Ishlatib beruvchi asosiy uskuna. Native method interface va native method library bular ikkitasi bitta jarayon bo'lib, Javadan tashqari native kodlarimizni, ya'ni C, C++ ga o'xshash kodlarimizni Java proyektimizda yoki Java programmamizda ishlab berishini ta'minlaydi. Qisqacha mana shu videoyimiz JVM haqida bo'ldi do'stlar. Do'stlaringizga ulashib qo'ying agar foydali bo'lgan bo'lsa. Keyingi videolarimizda JVMning ichlari haqida birma-bir to'xtalib o'tamiz.